hech kim topolmaydi. Bitta akkaunt topdim. U bola bilan gaplashdim. Mana shunaqa qilib turdi. Opajon, xudoni zorini qilaman. Iltimos qo'ymang meni profilimni dedi. Xo'p dedim, qo'ymashi. Yosh detskiy bola, maktabni bitirgan bola. Nima qilaman dedim, qo'ymadim. To'g'rimi? Storiesga yozib qo'ydim. Qo'yinglar bo'ldi. Keyin qo'y dedim. Komandamdagi bolalar ham aytdi, kerak emas, buni nima qilasan dedi. Sani odamlar yaxshi ajratadigan-da, farosati ishlamam, aql ishlaydigan odamlar ajratadi-ku dedi. Bo'ldi, nima keragi bor? Izvor deylar-ku. Nima qilayim? Ochib ko'rsatib beraymi o'zi? Nima qilay? Jonimga tegdi to'g'risi bu narsa. O'sha подписчиklarim rostdan ishonib qolayotgandan keyin mana shunaqa gapirishga majbur bo'ldim. To'g'risi, nadayeli o'zi. Nima durdi? Tugab qoldi-da. Bitta gap aytaymi? Men nimanidir qilib qo'ysam, chichib qo'ysam, chichib qo'ydim deyman. Uzr ming bor qo'pollashayotgan bo'lsam ham, qilib qo'ysam nimanidir. Bunday chiqaman, uzr o'rtoqlar, mana shunaqa bo'lib qoldim. Meni biladigan, meni qanaqa xarakterim, mujikligini biladiganlar tan olishadi buni. Nimadir olib qo'ydim deyman. Qilib qo'ydim deyman. Lekin men bunaqa o'zi yemagan somsamga meni xalq mana mehr bilan yaxshi ko'rgan xalqi ko'zida yomon ko'rsatib qo'yayotgan harom sut yemagan haromlar nari dunyoda javob berasanlar. Inshaalloh javob berasanlar, lekin men